Qizlarjonlar, bugun Uhud kuni, kosmetologim har kuni Uhud qilgan deganlar. Xudoga shukr 18 yoshlarga o'xshayman. Yuzim kosmetolog ko'rmagan. Voy, qizlarjonlar, qaranglar, turmush o'rtog'im bugun qanaqa chiroyli gullar sovg'a qildilar. Kelin poshsha, stories olgan bo'lsangiz, gulli egasiga qaytadi. Adannisi galis. Oshiqman seni hammadan qizg'onib sevgan oshiq. Asallarim, shakarlarim, bugun men Toshkentning eng zo'r restoranida, Boboy restoranida boboyim bilan kechki ujinni qilyapman. Voy, boboyning mantilarini, salatlarini, shashiklarini ko'ring, boboy. Bo'ldi endi. Qaragan chog'da internetda kerak bor. Hayotning har bir lahzasidan bahramand bo'lib yashaylik. Voy, joniklar, bugun turmush o'rtog'im bilan romantik ujinga Socials'ga keldik. Joniklar, meni eng sevimli shirinligim Rafaello. To'xtab turing, zo'r savoli. Voy, oyijon bilan otajonim yonimizdagi boboy restoranda ekan. Rosa zerikib o'tirishgandir-a? Bizni sevgimiz boshqacha, bilib qo'ysinlar, sevishaylik 100 yoshgacha, kuyib bo'lsin. Oyijon, yaxshi o'tirdinglarmi? Kelin poshsha, yaxshi o'tirdinglarmi? Keyingi safar meni boboyga olib borasiz. Dadasi, keyingi safar meni Social'ga olib borasiz.